Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. Bu video rolikimiz qanday qilib YouTube'da kanal ochish bo'ladi. YouTube'da kanal ochishimiz uchun birinchi o'rinda email orqali YouTube'ga kirgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. O'sha emailga shu to'rtta kanal ochsak bo'ladi. Biz kanal ochish nima kerak? Kanal bironta biznesingiz bo'lsa yoki biror narsani o'rgatish uchun video rolik joylab ketadigan bo'lsangiz, o'shaning uchun kerak bo'ladi. O'ng tarafda pastroq M degan joyi bor. O'sha ya'ni men akkauntim bor. O'sha joyga kiramiz, bosamiz o'ng tarafga. Shu joyda tepada Muhriddin Melqulov tepasida Sazzat kanal degan joy bor. Shu joyga bosamiz. Xo'p, bu joyga kanalimiz nomini yozamiz. Kanalimiz nomini matematikani o'rgatadigan kanal ochayapmiz deylik. Nomini matematika deb qo'ysak, matematika deb qo'yamiz. Xo'p, kanalga nima deb qo'yamiz? Kanalda bu shu orqali qidirsak bo'ladi. Matematikani o'rgatamiz deylik. O'rgatamiz. Bu band ekan. Matematika abituriyentlar uchun deylik. Abituriyentlar uchun. Matematika abituriyentlar uchun. Xo'p, buni saqlayni qilamiz. Xo'p, keyin rasm qo'yishimiz kerak. O'zidan tanlasak. Hozir matematika bo'yichami? Xo'p, keyin o'zi tanlayverasiz. Keyin pastdagi Sazzat kanal degan joyni bosamiz. O'sha tepadagi rasm qo'ysangiz bo'ladi. Keyin Sazzat kanal bosib, xo'p, kanal ochiladi. Kanal ochilgandan keyin past analitika o'sha qo'ygan videolaringizni o'shalarni ko'rsangiz bo'ladi. Keyin kanal nastroykalarini qilsangiz bo'ladi bu joydan. Mana bu tepada bunday chiqadi. Pastda video o'shalar video masalan reels qo'yadigan bo'lsa, o'shalar pastda sizga ko'rinib turadi.